Belarus keldi. D245 turbinali. Xo'p, buni aybi kuchi yo'q. Xo'p, yili 22. Farsunkalari qilindi, apparat quvamiz hozir. Polni chochib, boshqatdan yuvib tozalab. Talkatillari zo'r, pachimnilari zo'r, regulyatorda ozgina yurt bor. Mana bu detalda muammo bor. Regulyator bari o'ynab qo'yapti, chunki buni tuqqani bilan mana ko'rsan, ichki engayib ketgan. Shuni hal qilamiz hozir. Yangi plunjer 4 ta klapan bilan bosib beramiz, rem komplektlari bilan. Yaxshi ketyapti. Regalar yumshoq, yig'ilishi yaxshi bo'lyapti. Liftlar yo'qotildi. 2 ta silindr qoldi, xudo xolasa. Boy ketganimdek eskilari mana. Yengilari mana qo'yilyapti. 245 imiz bitdi. Chotki bo'ldi. Xudo xolasa. Farsunkalari ham tayyor, restavratsiya bo'ldi bular. Buni yangi bosdik, 4 ta klapan, rem komplektlari bilan.